Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun men Voha Rezidens qurish kompaniyasida birinchi, ikkinchi bloklarda qilgan ishlarni tanishtirib o'taman. Birinchi kotlovan qismini qazish jarayonlarini sentyabr oxirlarida boshlaganmiz. Buni 4,5 metr qazib, keyin bu yoqqa 180, 20 ga 40 razmerdagi toshlar toshlangan. Undan keyin tramovka qilganmiz. Tramovka jarayonlar bitirib, keyin ustidan yana 20 sm shpes, ya'ni mayda toshning tashab yana qaytadan tramovka qilib, undan keyin 10 sm steyashka deydi, beton qismi. Birinchi nima qo'yib chiqqanmiz. Undan keyin qora qog'oz 2 sloy qora qog'oz yopishtirib, bu ishlardan keyin qora qog'oz ustidan 3 sm, ya'ni loyihamizda ko'rsatilgan 3 sm jitka rastvor mayda toshli nimani qo'yganmiz. Buni sababi ustidagi armatura karkas, ya'ni to'qish jarayonida pastki nimani izol, ya'ni qora qog'oz teshmaslik uchun. Agar u teshilsa, namlik tepaga chiqib, bizim ustidan qo'yadigan 1 metrlik beton qismi, asosiy binomizni ushlab turadigan 1 metr beton, ya'ni padosh zarar yetishi mumkin. Mana binomizning asosiy qismi, ya'ni padoshka deymiz. Mana bu yerni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu 1 metr qalinlikda bo'lib, binomizni 10 qavatdan iborat, shuning uchun 1 metr nimasiga qo'yilgan. Bunun içinde armaturani tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bunun içinde armaturalar kolonlarimizga 25 ishlatilgan, 20 lik, chetki nimalarga esa 18 lik ishlatilgan. Bularning orasi shagi, ya'ni mana oraliq masofasi 20-20, 4 sloy, ya'ni 4 qavat armaturamiz to'qilgan padosh qismiga. Mana binomizning asosiy podval qismiga qora qog'ozlarni 2 sloy yopishtirilgan. Bunun vazifasi namlikni ichkariga o'tkazmaslik. Keyin uni ustidan mana bu 5 santli peneplex deydi, ya'ni issiq ushuydigan issiqli termostat deyiladi buna. Bunun vazifasi podvalga sovuq issini ushlab turish uchun. Tashqaridan sovuq kirgizmaydi, ichkarida issiqlikni tashqariga chiqarmaydi. Mana 1 metr padosh qismi asosini qo'yib bo'lgan ekan, birinchi, ikkinchi bloklarimizda har birida 114 ta kolonnalar qo'yganmiz. Keyin mana bu bloklarimizdan har birinchi, ikkinchi blok har biriga 600 dan ziyod blok bosganmiz. Keyin bu kolonnalarimiz mana bu razmerlar 60 ga 40, 40 ga 40. Keyin bu yoqda mana bu kolonlar razmerlari 40 ga 60. Keyin mana bu kolonlar yoniga qo'yilgan bu 40 ga 60. Bu aslida loyihamizda yo'q. Buni o'rniga blok bo'lish kerak, lekin biz kolonnamizga og'irlik tushmasligi uchun, ya'ni yer qimirlash bo'lganda qo'shimcha kuch hisobida, yordamchi kuch hisobida mana buni 60 ga 40 nimani qo'yganmiz. Buni ko'rib turishingizda silliq chiqishi sababi mana bu tepada ko'rinadi, mana bu fanerlarda ishlatganmiz. Mana bu fanerlar finsk faner deydi. Bu bilan beton quysa, o'zida marka nimani yaxshi ushlaydi. Ushlab turgani uchun mana bu silliq chiqqan, mana bu burchaklarni ko'rsa o'zi ko'rinib turibdi, yaqqol mana bunday. Chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. Mana buni yana silliq chiqishi sababi vibratorni yaxshi ishlatganmiz. Mana bu ko'rib turishingizda. Mana bir joyda ham havo qolmagan. Shuning uchun chiroyli chiqqan. Mana blogimizda endi kolonnadagi rigel ustuna nimalar qo'yganmiz, ustunlarga rigel qo'yganmiz. Mana bu rigellarimizga ham finsk fanerda ishlatganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshi sifat chiqish uchun. Bunga ham yaltiroq sifat chiqqan uchun vibratorlarni nimani yaxshi ishlatilgan. Mana birinchi blogimizning podval qismini bitirib, yuqori birinchi yacharga chiqib oldik. Bunda rigelni qo'yib, hozirgi vaqtda plita bosish jarayonida. Bunga ishlatgan plitalarimiz mana bu markasi 300 marka ishlatilgan. Bu sababi bu loyihamizda 250 marka ko'rsatgan, sababi o'zimiz 300 marka ishlatganimiz sababi binomiz yaxshi sifatli chiqish uchun ishlatganmiz. Keyin mana bu rigelga qo'yilgan bu armaturalar, buning vazifasi 2 pastki rigel bilan mana bu ustundagi plitani nimani bog'lab turadi. Keyin bu o'rtadagi kolonlarimizga 10 tadan 25 armatura ishlatganmiz. Buni 25 armatura qo'yish sababi asosiy binomizning
o'rtada joylashgani uchun og'irlik o'rtaga tushadi. Yana binomiz 10 qavatdan iborat bo'lgani uchun og'irlik sentrda tushgani uchun 25 lik ishlatilgan. Keyin bu yoqda binomizda stena deydi, devor qismi ham bor. Bunga har nimasiga 2 qator 12 kg armatur ishlatganmiz. Buni podval qismida 40 sm bo'lgan devorimiz. Birinchi etaj chiqqanda 30 sm bo'ladi. Keyin har bir orasi shak deydi, oraliq masofasi 20-20 ishlatiladi. Keyin bu yoqqa kelsak, binomizning oldi tarafida magazin qismimiz bor. Bu 2 qavatdan iborat bo'ladi. Bunga ishlatilgan armaturalarimiz 16 lik 8 donadan ishlatilgan. 16 lik ishlatilgani sababi mana bu yerda mana bular. Magazin qismimiz binomizdan alohida joylashgan. Sababi 2 qavat bir-biriga bog'lanishi yo'q. Shuning uchun bunga navruska, ya'ni og'irlik kam tushadi 2 qavat bo'lgani uchun. Bu binomizning balkon qismi deydi, oldiga chiqib turgan. Bunga 20 likdan ishlatganmiz. Bu 8 dona armatur. Bu binomizga tegishli chetdagi kolonnalarimiz. Bularni 20 lik bo'lish uchun chetda turgani uchun bularga navruska og'irlik kamroq tushadi. Bu yog'i o'zi o'rtada turgan, yani aytganimizdek 25 armaturalarımızdan. Bular ham 8 donadan. Plitam orasida qo'yilgan 4 ta armaturamiz 10 likdan iborat bo'lib, bu asos qamutlar 6 lik qismdan qilingan. Bu asos vazifasi buni tebranish vaqtida nimani ushlab turish uchun. Rigl bilan plita orasida mana bu armatura bilan mana bu temirlar bir-biriga bog'lanib, hali bu yoq armatura qo'yiladi. Endi ishlash jarayonidamiz. Mana bular bir-birine soediniyat bo'lib qo'shilib qo'yiladi. Mana endi ikkinchi blogimizga keladigan bo'lsak, birinchi blogimizda 114 ta kolonnadan iborat. Shu armaturalar ishlatilgan. O'rta qismida 25 lik 10 ta armatura kolonnalarimizga. Chetdagi 8 ta balkonlar, bu ham magazin qismi ham shunday, ayni bir loyihada chizilgan. Hozirgi vaqtda bu yoqqa riglga beton quyish jarayoni bo'lyapti mana. Ko'rib turganingizdek. Mana bunga ham shunday nimalar ishlatilgan. Bu ya aytganimdek rigl bilan pastga nimani bog'lab turish uchun pol qismini. Bu ham mana bu nimada ham shunday. Stenalarimiz 10 kg armaturada ishlatilgan. Bu ham har nimasi oraligi 20-20. Marka riglimizning markasi o'zi loyihamizda 300 marka bergan, lekin bizlar yaxshi sifatli chiqish uchun 350 marka qilyapmiz. Bu beton mahsulotlar o'zlarimizda ishlab chiqarilgandan keyin sifat nazoratdagi o'z mutaxassislar bor, uni tekshirib, hamma joy-joy qilib berib turibdi. Betonlar yetishtirib. Hozir Bazarboy ham birinchi va ikkinchi bloklarimiz haqida ma'lumot berdilar. O'zi nechik ishlar qilingan va nechik ishlar qilinib turibdi va nechik materiallardan foydalanib turibdi. Xuddi shu jarayonlarni, ya'ni qurilish jarayonini YouTube kanallarimizda yoritib boramiz, ko'rsatib boramiz. Nechik qurilishlar bo'lib turibdi, nechik ishga ketib turibdi, inchalik muddatda bitadi. Shular haqida to'liq ma'lumotlarni bilishni xohlasangizlar, YouTube kanallarimizni kuzatishda davom etinglar va shaharning markazidan sifatli xonadonlar sizlarga kerak bo'lsa va ishonchli qurilib turgan qurilish kompaniyadan xonadon olishni xohlasangizlar, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ma'lumotlar olishlaringiz mumkin.